Aka sotiladigan shu molimiz bor. Biz 5 ta tuqqan chimaydi bosgan. Bo'ylari 1.20, 1.25 xudo olsa chiqaveradi. Suti 4 litr, 2 oylik bo'g'oz. Narxi 10 million 200 mingga beramiz. Kimga ma'qul kelsa aloqaga chiqaverasizlar. Bo'g'oz qisirligiga men javob bermayman. Men ular bu qisir shu turishiga oldim, dehqondan oldim. Bolasini ajratib oldim. Hozir bolasi katta novotiga. Bolasini olib qoldi. 4 litr suti beradi, bir chini qaymoq bor. Molni bo'ylab baland. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Manzil Andijon marhamatida. 10 million 200 ga beramiz. Bo'g'oz chiqib qolsa peshini. Qisir chiqib qolsa ham yutkizmaydi bu molni, katta mol. Yemlab olsa ham yo bo'lmasa sutini sog'ib ichib mol qilsa ham bo'lar. Yana 5 ta bolasini olsa bo'ladi indamasdan. Mana ikkinchi molimiz to'qol. Bu qisir. Bo'g'ozni oldim. Buni tekshirtirdim. Hozir doktorga chaqirtirib, mana narigidan tekshirib bersam vaqtim yo'q deyapti. O'shaning uchun uni gumonga beraman. Bu 100% qisir. Buni suti 5 litr. Buni ham tishi maydalagan, bo'ylari 1.15, 1.15 atrofida o'shalar. To'g'ri o'lchaganim yo'q, taxmin aytyapman. Kalku. Mana yillar. Buni. Buni narxi 10 millionga beramiz. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar.